Xolodilnigingizni ko'rsam bo'ladimi? Yuring. Ish bo'la olmadinglar. Nima? Mayli. Yuring bo'lmasa. Narsa olib keling sizga. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin iloyim. Farzandlaringizda rizqi bor ekan. Men bilasizmi nima uchun harakat qilaman? Mana shu farzandlarni ko'zlik quvonch ko'rish uchun harakat qilaman. Bilaman. Har doim sizni kuzatib, bir kunim bitta anaqangiz qolmaydi. Har doim ko'rib. Nevrologistika ko'p uni. Sudirgisi bor. On tomonlama qo'l-oyoq. Qo'li yaxshi ishlamaydi. Qo'l. O'smay qolgan ham, orqada qolgan. Kartangiz bormi? 500 ming so'm tashlab yubordim. Xudo xolasa, duo qilib qo'yasiz, xo'pmi? Bizdan yana kichkinagina yordam bu. Xudo xolasa, mana shu qizchalar uchun. To'g'rimi?